Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda sizlar bilan Solpik sayti haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni ushbu saytimizni obzor qilamiz va bu saytimizda biz qancha pul ishlashimiz mumkinligi to'g'risida batafsil ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Birinchi navbatda ushbu saytimizdan ro'yxatdan o'tib olish kerak. Agar siz bu saytda hali ishlamagan bo'lsangiz, yangi bo'lsangiz, shunchaki registratsiyadan o'tib olishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy. Shunchaki Sign up degan tugmani bosamiz va biroz pastga tushib Continue with Google degan tugmani bosish orqali o'zimizni ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan Gmailimizni tanlaymiz. Pastdan chiqqan Gmailimizni tanlaymiz va to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tib olamiz. Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan o'tib bo'ldik va kirgan vaqtimizda bizga ushbu joyda ikki xil faucet bor. Hourly, ya'niki har bir soatda bizga beriladigan tekin faucet. Undan keyingisi esa bonus faucet. Bu biz ro'yxatdan o'tgan vaqtimizda va levelimiz oshgan paytda beriladigan bonus faucet hisoblanadi. Bonus faucetni ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek, yutuq, ya'niki raqam chiqishiga qarab mukofot turlari ham turlicha. Shunchaki pastdagi reward tugmasini bosadigan bo'lsangiz, son aylanadi va tushgan songa mos bizga mukofotimizni to'lab beradi. Solana kriptovalyutasi ishlanadi. Va eng pastga tushadigan bo'lsak, Solana kriptovalyutasini narxi yozib qo'yilgan. Hozirda Solana kriptovalyutasining narxi 86.7 dollarga teng ekan. Demak, sizlar bilan Solpik, ya'niki poligonni ishlashni o'rgandik. Ya'ni qancha ishlashimiz mumkinligi, Sui kriptovalyutasini ham o'rgandik, hamda Tonpik sayti haqida ham gaplashdik, BNB Pik sayti haqida ham gaplashdik va hozirda Solpik sayti haqida gaplashib o'tmoqdamiz. Demak, bu 5-saytimiz hisoblanar ekan. Shu tariqa davom etamiz va hamma sayt haqida gaplashib o'tamiz. Bu Pik saytlari tugagandan so'ng yana shunga o'xshash boshqacha saytlarimiz bor. Lekin strukturasi, sxemasi xuddi shu saytlar bilan bir xil bo'lgan juda ham ko'p saytlar bor va ular haqida sizlarga keyingi videolarda tanishtirib o'taman. Xo'p, asosiy bo'limga o'tamiz, ya'niki soatlik faucetga. Bunda ham levelimiz bor. Levelni qancha ko'tarsangiz, shuncha o'zingizga foyda. Pastga tushamiz, level sistemasi bor va bu level sistemasida ham biz agar master levelga chiqadigan bo'lsak, nazariy jihatdan hisoblab ko'ramiz. Agar master levelga chiqadigan bo'lsa, har bir soatda biz 0.101 Solana ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, biz 24 soatda 0.124 Solana ishlar ekanmiz va endi buni necha pul bo'lishini hisoblab ko'ramiz. Kalkulyatorga kiramiz. Bir kunda biz 0.24 Solana ishlaydigan bo'lsak, buni ko'paytiramiz narxiga. Demak, 86.7 dollarga teng ekan. Ko'paytiramiz 86.7 dollarga. Demak, biz salkam 21 dollar pul ishlashimiz mumkin ekan, sarmoyasiz agar master leveliga chiqadigan bo'lsak, ushbu Solpik saytida. Ana endi haqiqiy hisob-kitob bilan ko'ramiz, ya'niki bu nazariy jihatdan edi. Master leveliga unchasi chiqa olmaydi. Gold leveliga zo'rg'a chiqish mumkin. Shuning uchun asosiysi silver levelini ko'ramiz. Ko'pchilik silver leveliga chiqishi mumkin. Shuning uchun doim silver levelida hisob-kitob qilamiz va oxirida mana bu Pik saytlari hammasi tugagan vaqtda biz jami Pik saytlaridan bir kunda qancha pul ishlashimiz mumkin, aynan silver levelida bo'ladigan bo'lsak, har bir Pik saytlarini umumiysini hisob-kitob qilib chiqamiz. Hozirda esa navbat bilan hammasi haqida birma-bir ma'lumot berib o'taman. Xo'p, silver leveliga o'tadigan bo'lsak, biz har soatda 0.4015 Solana ishlar ekanmiz. Demak, 4.015 0.4015 yozamiz va buni ko'paytiramiz 24 soatga. Va bir kunda biz shu 0.036 Solana ishlar ekanmiz va buni ko'paytiramiz. Xo'p, 86.7 dollarga. Biz 3 sent ishlashimiz mumkin ekan, silver leveliga chiqadigan bo'lsak. Xo'p, o'ylashimcha tushunarli bo'ldi. Levelni ko'tarish esa doimgidek bir xil o'yin o'ynashimizga to'g'ri keladi. O'yinda qancha ko'p stavka qilib ko'proq yutuq erishadigan bo'lsangiz, shuncha tez levelingiz ko'tariladi. Games bo'limida hamma o'yinlar mavjud. Boshqa Pik saytlari bilan deyarli bir xil. Hammasida xuddi shu o'yinlar mavjud. Hammasida bir xil o'yinlar. Shunchaki o'yinlardagi ba'zi bir taktika, strategiyalarni o'rganib olsangiz bo'lgani, hamma saytda ushbu taktikalarni qo'llash orqali bir xil ishlashingiz mumkin bo'ladi.
Buni tushuntirib o'tirishimga hojat yo'q, chunki oldingi videolarda bir nechta o'yinlar haqida ma'lumot berib o'tganman va ko'pchilik bu haqida biladi. Bilmaydigan bo'lsangiz shunchaki kirib o'ynab ko'ring. O'ynab ko'rsangiz tezda moslashib olasiz va xulosa chiqarasiz. Bu saytimizda demak yuqorida balansimiz mavjud. Hozirda balansimiz ustiga bosadigan bo'lsak, ikki xil balansimizda tugma bor. Birinchisi depozit, ya'niki biz ushbu joydan depozit qilib pul kiritishimiz mumkin, lekin pul kiritishni maslahat bermayman, chunki bu kabi saytlarimiz stavkali sayt hisoblanadi, ya'niki kazino sayti hisoblanadi. Siz bunda pulingizni yutqizishingiz mumkin. Shuning uchun iloji boricha pul kiritmasdan sarmoyasiz o'zi bergan faucet pullar bilan ishlashga harakat qiling. Undan keyingisi withdraw bo'limi, ya'niki pul chiqarish bo'limi. Ushbu joyda siz pulni chiqarishingiz mumkin. Withdraw tugmasini bosamiz va endilikda biz ushbu joyga Solana adresimizni yozishimiz kerak. Solana adresini qayerdan olishimiz mumkin? Demak, ushbu joyda select network, demak ikkita set mavjud ekan. Ustiga bosamiz. Xo'p, auto detect deb yozmoqda. Demak, o'zi avtomatik tarzda chiqar ekan. Siz shunchaki ushbu joyga Binance'dan yoki boshqa bir hamyoningizdan Solana kriptovalyutangizni manzilini olib kelib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Manzilni qo'yasiz, summani yozasiz, komissiyasi 0.01. Komissiyasi hozir bizda demak komissiyani puli bor ekan, xolos. Xuddi shu tarzda yozganimizdan so'ng eng kamida biz 0.2025 Solana pul chiqarib olishimiz mumkin ekan. Withdraw tugmasini bosasiz va bir necha daqiqa yoki bir qancha soniyalar ichida sizni hisobingizga pullaringiz kelib tushadi. Menini ochamiz va affiliates degan bo'lim orqali siz referalni silkangizni olib biroz pastga tushamiz. Ushbu joyda sizda referal havolangiz bor. Buni copyright qilib olib, do'stlaringiz, tanishlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Ulardan ham sizga ozroq foyda kelib turadi. Shu bilan o'ylashimcha bu videomiz ham tushunarli bo'ldi. Keyingi videolarda shunga o'xshash qolgan videolarni ham davom etamiz. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta videoga bitta like bosing hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.